Uz duvandarla. Bo'ldi qilicha. Biz haqda haqning ayvini aytishdan boshqa cho'ng kashfiyat yo'qmi? Hay qizim. O'g'lim bilan qizimning uyi mush binodada. Siz bilasizmi? İsmi Nimet'ti ağa. O'g'limning ismi Arman, qizimning ismi Arzugul. Ha, tanıyma. Jurma, ben sizi başlap ep çıkay ya. Rahmat. Xotinonun uydagilar patqan uyga biz patmasak nima deymanmisa? Xotinonun tuqqanlari dasxon oltin ocham deya. Hey, nimanda gap qilsa deyman. Ha? Bu xotin tarafdagi tuqqanlarni ham uzatqili 2 kun bo'ldi. Biz tarafdagi tuqqanlarni 4 kundan keyin chaqirma. Bayramda so'ygan qo'yning go'shi bor taxe. Sana yetidi. Sen go xotinon birdiz bir ikki deb kendi so'qildab mushtaq yuriysan zodi. Qatcanni qarsa. Ey kun dayandan chiqib tasam uchrab qoldik xotinon. Chiqqilliq xaltga. Meva qarsam. Fukamananda yemsiz deb bir yig'iz gap qo'ymay qoldak kirkitatudu qarsam. Sening iringmichu? Qaysi kuni qo'rodin taksi topolmay tursam, mashinani haydab chiqib keldi. Men taq mashinani sevoldiga o'xshaydi deb tursam, meni ko'mgansiz qasda o'tib ketdi. Acaba men sizlarning donliq mashinalarga chiqsam, choq tishib ketmasa o'g'itdi. Bir yerlik igilib ketmasdi. Qaraganda biz mushunda tuqqanimizga o'xshaymiz. Uz duvandarla. Bo'ldi qilicha. Biz haqda haqning ayvini aytishdan boshqa cho'ng kashfiyat yo'qmi? Oksang o'tirib ishining torlig'ini bulana. Men sizlarga bir binodan udul uy berishimdagi sabab bir-birining holiga yetib, voy akam, voy ufkam deb o'tamikin degan. Bir-birini marab tishlashib, bundoq so'qishib o'tadi demabdi ekanman. Yondagi hesibning qadri yo'q deb. Arzugul, sen uyingni sot. Vi, nim deb sotma? Aksanglar ishkanglar, ayrim qo'rib turinglar. Bir yer kelsanglar, bir-biringlarga botnab urushib ketishmaydi ekansizlar. Yiroq tursanglar, aksanglar ishkanglar yilda oyda bir ko'rishib, inoq tuqqan bo'ladigan o'xshaysizlar. Shunda qism qisna, meningcha bundan nima ko'rar ko'zim yo'q. Voy xotirang jam qila. Sen 10 yil ko'rmasamchu, hozirda ko'rgandek. Bu ahli yo'q devanglar. Ba'zilar yolg'izlikdan tuqqanga zar bo'layotsa, sizlar bir-biringlardan bezor bo'lishyapsizlar. U onasini ammay eshaknamganlar. Oy. Voy, dada. Cho'nchatoq yo'q-da. Cho'nchatoq yo'qdi dada. Choy ichib boqamsan ya. Rost dadamning qon besimi o'lab qolgan o'xshaydi. Men chiqib dikidi bir muzdek limon kirib, limon siqib berdi dadamga. Menimda pul yo'q da'vatmabdan aka. Bunonga kirgan. Bo'ldi, do'konchiq yozdirib qo'ysam bo'laverdi. Bo'ldi, men limon ichmayman. Biroq sana bir cho'ng ish o'qqa singlim ishimiz qanday qilamiz? O'g'lim, sizlar mushundaq inoq o'tadiganlar bo'lsanglar, men mangu saqaymay mushundaq o'tib ketishga rozi. Voy, Mağ maşını dekiyoruz kaçan qaytırsa? menga bir 2 kun fursat bilan bo'lamdi, men 2 kun chuqum qaytirdim. 2 kun deyse kaçan tugayda olsun 2 kundan? Rostla 2 kun fursat bilan bo'lamdi. Tezroq bo'l ha. Rahmat. Ma'qul. Aka, chachlarim bakli kepaklashib ketibdi. Qara, navqiranning 4 daftar chach yuyish yurishligi. Chechan yursam pak-pakkiz kepaklarim hamma yoqqa yetadi. Bo'lmasa ko'chib haqlar ko'rib kim nokisi desa, yuzimga sat bo'lmasin yana. Rahmat. Ananingkin aka, men kartada ozroq bo'lsam yig'ib qo'ygan pullarim bor. Abay qarzlarimni to'layotgani. Rahmat sana. Naqd demsam, burada akam tursam.
Gerçi men qo'shni bo'lsam, ikki og'iz gapni qistirib qo'yg'im kep qoldi. Bolalarimiz bizni tashlab ketsa, ularga chidaydi ekanmiz. Lekin qarindoshlarimizdan ayrilib qolsak, uningga chidamoq tas. Chunki bolani yosh bo'lsaq tug'ib olg'ili, faqat bo'lmasa beqib olg'ili bo'ladi. Biroq bir qarinda yotgan qarindoshni tug'ib beradiganға, ota-onamiz hayot bo'lsa-mu, ularning qo'lidan kelmaydi. Qarindoshlaring bilan talashding, sen yangding. Biroq tayanching ketdi. Hamroying bilan talashding, sen yangding. Biroq baxting ketdi. Yiqinlaringlar bilan talashdinglar. Hamon oradan biringlar yangdinglar. Lekin aranglardan mehr muhabbat ko'tarilib ketdi. Yaxshiroq o'ylashib baqsaqchi. Eng oxirida yengilganinglar ikkilinglar bo'ldinglar. Hayotliq qimar maydoni emas. Zodi birimiz yangmasak bo'lmaydigan. Şoňa öz ara mehr berip, mehrlanıp yaşaylı.